Assalomu alaykum hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingimizda aholi murojaatlari bilan ishlash, fuqarolarning muammolarini tinglash va ularni hal qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xulosasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak. Shu tamoyil asosida biz murojaatlar bilan ishlashni shunchaki qog'ozbozlik emas, balki aholining hayotiy muammolarini yechish mexanizmiga aylantirdik. O'tgan 2026-yil 6 oy mobaynida shahar soliq inspeksiyasiga 65 nafar murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning asosiy qismi quyidagi yo'nalishlarga to'g'ri keladi. Soliq imtiyozlari berilishi bo'yicha 8 nafar, ortiqcha to'lovlarni soliq to'lovlaridan qaytarish bo'yicha 32 nafar, soliq hisobotlarini taqdim etilishi bo'yicha 4 nafar, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga o'tkazish va faoliyatini to'xtatish bo'yicha 5 nafar, mol-mulk va yer soliqlarini hisoblashdagi noaniqliklarni bartaraf etish bo'yicha 2 nafar, elektron soliq xizmatlaridan foydalanish bo'yicha 4 nafar, boshqa masalalar bo'yicha 10 nafar. Shuningdek, mazkur murojaatlarning 89.2%, ya'ni 58 nafari ijobiy hal qilingan bo'lsa, qolgan 10.8%, ya'ni 7 nafariga huquqiy tushuntirish va huquqiy ko'rsatmalar berib o'tilgan. Barchangizga ma'lumki, har bir soliq organi xodimi uchun tadbirkorning muammosi eng birinchi galdagi vazifa. Shu sababli idorada o'tirib murojaat kutish amaliyotini cheklab, soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida shahardagi 12 ta mahallaning har birida tasdiqlangan grafik asosida sayyor qabullar tashkil etildi. O'tkazilgan sayyor qabullar orqali har bir biznes vakilining dardi eshitilib, ularning faoliyatiga to'siq bo'layotgan omillarni bevosita joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Ushbu o'tkazilgan qabullar davomida soliq sohasiga oid 26 nafar tadbirkorning murojaati bevosita joyida o'rganib, ularning 22 nafari ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan 4 nafariga yuridik xizmatlar ko'rsatildi. Bu kabi sayyor uchrashuvlar nafaqat muammolarni hal qilmoqda, balki davlat soliq xizmat organlari va biznes vakillari o'rtasida ishonch ko'prigini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari murojaatlar ijrosi nafaqat muddat nuqtai nazar, balki sifat jihatidan ham qat'iy nazorat qilinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.